Men terapevt, endokrinolog, reproduktolog, O'zbekiston Xalq tabobati assotsiatsiyasi a'zosi Mag'firat Jumayevna bo'laman. Hech kimga sir emaski, xalq tabobati asrlar osha hozirgi kungacha bizga meros bo'lib kelgan. Ibn Sino bobomiz tib qonunlari kitobida juda ham ko'plab dorivor giyohlarni ko'plab kasallikka shifo bo'lish to'g'risida ko'plab manbalar mavjud. Hozirgi kunda ham tibbiyotda ham tabobatda ham keng qo'llaniladigan dorivor giyohlar mavjud. Bulardan bittasi, masalan deylik, ramashka. Buni barchangiz bilsangiz kerak, ramashka yuqori nafas yo'llari yallig'lanishida va og'iz bo'shlig'i infeksiyalarida, bakteriologik holatlarida, hatto yuqori isitma bo'lgan holatlarda ham bemorlarga tavsiya etiladi. Antiseptik sifatida ishlatiladi. Xalq tabobatida faqatgina fitoterapiya emas, ya'ni dorivor giyohlar bilan davolash emas, undan ortiq turlari mavjud. Masalan deylik, akupunktura deymiz, tochkalar bilan davolash, undan tashqari hijama, ya'ni qon olish muolajalari va undan tashqari apiterapiya bor, asalari bilan davolash yo'nalishlari va shunga o'xshash turlari mavjud. Xalq tabobati va tibbiyotini hozirgi kunda birlashtirish vaqti keldi. Faqat insonlar fitoterapiya bilan emas, tibbiyotni ham birlashtirgan holatda davo muolajalari olishsa, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Xalq tabobatini hozirgi kunda aynan ilmiy jihatdan o'simliklarni o'rganish, ularni chuqur organizmga tushgandan keyingi fiziologiyasi, patogenezi, farmakologiyasi, farmakokinetikasi dorivor giyohlarni hozirgi kunda o'rganib kelinmoqda. Shaxsan o'zim ko'plab dorivor giyohlarning ustida ilmiy ishlar olib bordim va hozirgi kunda bemorlarimizga aynan shuni mahsulini taqdim etib kelmoqdamiz. Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatdiki, demak, tabobatni rivojlantirish payti keldi. Faqatgina tibbiyot emas, tabobatni ham rivojlantirish kerak. Har bitta tabibimiz o'zini ustida ishlasa, har bitta dorivor giyohni chuqur o'rgansa, o'ylaymanki, xalqimiz yo'lida xizmat qiladi. Keyingi avlodga madaniy meros qoldirish maqsadida ko'plab dorivor giyohlarning ustida ilmiy ishlar olib boramiz, tadqiqotlar o'tkazamiz va qo'ldan kelgancha madaniy merosni saqlab qolishga harakat qilamiz. Men Manzura Alimova giyohlar bilan shug'ullanaman. Bu ota-onamdan qolgan narsa, onamdan qolgan asosan onam shug'ullangan. Onamdan o'rganganimdan tashqari kitoblardan o'rganganman, rohiylardan, Ibn Sinodan o'rganganman. O'qib izlanib, hozirgi yo'lda mana yaxshi yordam beryapti kasalliklarga, o'simtalar tuzalyapti, kestalar tuzalyapti, jigarlar boshqatdan tiklanyapti. Giyohlarimizni Allohim yaratgan giyohlari tabiiy yo'l bilan yaxshi davolanyapti. Har bir giyohlarimizni o'ziga yarasha xususiyatlari bor, o'ziga yarasha vazifalari bor. Ham bularni terish yo'llari ham bor. Gullagan paytda qaychi bilan kesib olib, ildizi bilan emas, salqin joylarda quritiladi, ham qoldirib teriladi. Urug'i tushib, yana ko'payib borish uchun. Masalan, oddiy uylarda o'sadigan barguzutlar bor, oshqozon yarasi ko'p hozirgi paytda o'sha oshqozon yarasilarga yaxshi yordam beradi. Olib bemalol foydalanishlari mumkin, salqinda quritib yoki sokini olib ichib, asal bilan aralashtirib. Tabiiy yo'l bilan juda ko'p giyohlarimiz davolansa bo'ladigan giyohlarimiz ko'p. Asosan giyohlarimizni tog'li joylardan teraman. Hammasi har xil joylarda o'sadi, bir xil joyda o'smaydi giyohlarimiz. Giyohlarimiz asosan bahor oyida teriladi, kuz oylari tugaguncha yig'ib yetishtiriladigan giyohlarimiz bor. Bizning tog'larimizda masalan 100 xildan oshiq giyohlarimiz bor. Bulardan hamma giyohlardan yig'malar tayyorlashni yaxshi bilaman har xil kasalliklarga. Ma'murimiz asosan mana hozirgi paytda jigar bo'yicha gepatitlar bo'yicha, jigardagi suvlar bo'yicha, o'pkadagi suvlar bo'yicha, badandagi suvlar bo'yicha kasallarimiz ko'p. Mana shu oddiygina giyohimiz zarpichak deyiladi. Bu pavilika o'lchasiga juda ham yaxshi yordam beradi. Bu foydali xususiyatlari juda ham yaxshi. Suvlarni yaxshi ketkazadi badandan. Asosan giyohlarimiz quritib iste'mol qilinadi bular. Keyin damlanadigan me'yori bor, grammlari bor. Tabobat yo'lini asrashimiz uchun birinchi o'rinda tabiatni asrashimiz kerak. Har bir bitta o'simlik har bir insonni hayotdan saqlab qolishi mumkin. O'rgangan giyohlarimizni hozirgi kunda kelinlarimizga, qizlarimizga, o'chiniklarimizga va nevaralarimizga, jamiki yosh avlodga qolishi uchun